3 marta kelishim bu safar. Mani magazinimda bor. Mani magazin. Salom hammaga. Men yana Myeongdongdaman. Bugun Myeongdongga yana keldim. TikTokda ko'rib bitta Myeongdongdagi kafega kelgim kelib qoldi. O'shaning uchun random singlim bilan bitta o'rtog'imni chaqirdim-da. Endi sen yo'qotishsan. Aylanamiz. Ela, hozir kirishga vaqtim yo'q, lekin merchlar sotadi. Plastiklar ham sotadi. A bit more. What the dog doing? You can take. If you like milk, yeah, I like that. It's straight sugar. Oh, really? But it's. Which one? I like this one. And the chestnut is a popular one. You know what? I just try. Mamburaiga karela. Oh my god. Ben keyif kelgan mana shu joyida. Va nihoyat. Oh my god. Look at this beauty. Wow, so cute. Oh my god. Endi kirishi hali bu kirishim ham shirinligini qaranglar. Hozir trendga kirgan ishtonlar. No, качество реально хорошее, nimali. Cotton. Buni qaranglar. Okay, we'll try. It's so cute. It's so cute. Oh my god. Oh, pretty. Let's go to second floor. Okay. It's Korean here. You can speak. You can speak. Now you can speak. Men hozir Suvonga keldim. O'rtalarim bilan ko'rishamiz va bitta opamning uyiga mehmonga ketamiz hammamiz. To есть ular kelyapti, men kelyapman, hammamiz opamning uyida ko'rishadigan bo'ldik. Вот. Ko'cha juda ham issiq.
juda ham issiq. Koreyani tarixidagi birinchi bunchalik issiq desa ham bo'ladi. 144 yildami, 122 yilda birinchi marta bunaqa issiq bo'lyapti ekan. Real. Nafas olmaydi. Hozir bunaqa, lekin charchaganim juda ham uzun nimadan zinadan chiqdim. O'shaning uchun. To'g'risini aytsam, Suvonga 3-marta kelishim bu safar. Menga juda ham yoqdi. Yaxshi rayon ekan. Rayon yaxshi shahar ekan, shahar. Manta. Bu Mankali deyiladi. Mankali. Bunda manta. Salatik. Hanti. O'zbeklarni partiyasi shunaqa bo'ladi. O'zbekski. Hamma narsa o'zbekski, hamma narsa ayron, qatiq, короче, hamma narsa o'zbekcha. Mana ko'rib oling, berishda. Mazza kerak. Mazza kerak. Yo'q, mazza yo'q, buni o'zini Klinika. Undan keyin sizlar mana shunaqa kulishni qachabi, nimasi baribir nima. To'g'ri, vaqtida nerv bo'lasan. Ну, зато потом вспоминать, зато будет так смешно, baribir o'sha paytlar deb. Shunaqa narsalar esda qoladi o'zi. Hayot, yurish, turish o'sha 10 umr bo'ldi. Семечко. Shuncha chaqib tashlashdi. Anti, shuncha yana bor. Hamma jim bo'lib qoldi. Я уже снимала давно, он internet снимает. Да, ko'rdim. Men bu qo'ygan ekan. Nima bor? Sen nima qilyapsan? Семечко, Ermay. Bo'ladi stafetka, dori. Dori, Dori. Nimadir bor edi. Dori. Nima bor edi? Mana shu. Men qanaqadir. Скажи привет. Salom deylar. Dori. Diamondlarimga salom devoringlar. Ayt. Salom, diamondlar. Bu bolaga qiz hozircha kerak emas. O'zim oldin eplab olay. 13 yoshli qizlar yozmaydi. Ya, Dari, o'tgan safardan keyin kerak emas. Crazy. Уже hali детский travma bo'lib qoldi bu bolani. Ertaga dieta vlog qilmoqchiman. O'shaning uchun bitta kerakli narsalarni olishga keldim. Hozir protein bar va shunga o'xshash narsalar olishga nimaga keldim? Olivionga keldim. Olamiz kerakli narsalarni ertangi vlogda. Sweet potato. Wow. Да, bor вроде. Sweet potato. Necha gram betta protein shunda? 19 gram protein ekan sweet potato. Lekin buni olmaymiz. Men olmoqchi bo'lganim bor, o'shani olamiz. Mana shu men olmoqchi bo'lgan shundan olamiz. Dieta vlog uchun bu. O'zi dieta qilmoqchiman. Bitta vlog uchun emas, то есть dieta qilmoqchiman. Не то, что hozir dieta vlog uchun g'alati eshitildi. Dieta qilmoqchiman и o'shani videoga olmoqchiman. И shu uchun tayyorgarlik ko'ryapman. Talgi. Strawberry da. Qulplik. Da. Or choco. Men choko olaman. 100%. Sen strawberrymi? I want strawberry. Lekin You want strawberry? less protein. Матча. Йомом. То есть, я не знаю. Хотя калорий больше у него. Опангалькая. Он красивый. То есть, Давай это купи, стrawberry. Ты же любишь я стrawberry? попробую твой. Зачем тебе этот? Тогда это. Чува. А это я. Поставлю на место. Narxlari proteinlar. На самом деле protein shakllarning narxi достаточно дорого. 3900 bittasiga. О май гад. Сколько они money делают реально? Mamani ichganman. Mamani rekomendatsiya qilaman. Yaxshi, mamnisini ichganman, yomon emas. Kombuchani ham hammasini ichib ko'rganman. Еще. Yomon emas. Они начали. Hozir Koreyada ertalab turib och qoringa mana shunaqa olivko'y masni ichish ham rosa mashhur bo'lgan. O'shaning uchun даже olivion shunaqa nimalar chiqarishni boshlashdi. Bilmadim, yog' icholmayman, o'shaning uchun dietadan buni olib tashlaymiz. Знаешь, что мне очень тоже нравится? То есть, я до сих пор пью это. Да, нам flop bo'ladi. Вот это. I'm stealing. Реально, Like mana Тут Durdona. разные. Да, Durdona eng No, yaxshi. don't promote. Узенький. Mani magazinimda bor. Mani singlim o'zi ham ichadi, men o'zim ham ichaman. Реально zo'r laktofit.
Пробиотики. Пробиотики очень нужны на самом деле. А вы пьете? Честно Конечно. скажите. Я сама пью. Men hozir kollagen ichaman, buni ichaman probiotikni. Qanaqasidan? Man bunisini emas. Salqonda? Amanisini ichaman. Slimini ichaman. Singlim buni oddiysini ichadi, men slimini. Original. Да, original. Always best. Oddiy emas, originalini. Men slimini ichaman. То есть ozdirishga yordam beradi. Ozdirishga yordam beradiganini ichaman. Singlim oddiysidan ichadi, lekin по-любому qaysi birini Да, ham farqi, uncha yaxshi. farqi yo'q. Hammasi zo'r. Да. Qaranglar, hozir qolganim o'zi ancha ozdirmagan. Реально. Реально. Blok olishni boshlamaganimam yo'q. Hali diyetani chediro ana. Hali dieta qilgan, shuni o'zida ancha. Ну так потому что сама не толстая. Реально рекомендую всем. И коллагенlarni ham рекомендую, lekin bu yerda hozir kollagenlar yo'q ekan. Коллагены, они есть. Вот они такие, типа. Нет, нет. Но они те, не которые я такие. продаю. Щеккога чутчан. Да, они не такие эти хорошие, они более рекламные. Chikoryapman bularni. Nima bo'lmaydi? Umuman yordam beradi. Они Shu yerda вкусные. hozir mana mana shu yerdan polni olib kelib, mana bu yerda aylantirganda ham men diet yeb ko'rmagan, ichib ko'rmagan narsasi yo'q. O'shaning uchun meni gapimga bemalol ishonaveringlar. Ya'ni ko'p yeyman demoqchisiz. Nimadir yaxshi desam yoki nimadir yomon desam, xavotir olmaylik. Bo'ldi, diet shunaqa dedimi? Demak shunaqa deydi. Chunki men hammasini попробовать qilganman, o'shaning uchun bilaman nimani gapirayotganimni. Даже mana shu kichkina mashinchalarni ham qilganman. Bunda xonamda surishdi. А, еще шоколады. Shokolad, Любит yomon narsalar yo'q, yaxshi narsalar попробовать. Yomonlar ko'proq emasmi? И, конечно же, kosmetikalarni ham. Men aka ko'tiraman, I'm videoni addicted ko'rsatganman. to. Buni hozir sotmayapman, lekin yaqinda Так что shunga o'xshab ketadiganini chiqazaman. Yaqinda chiqadi bu. Balki vlogim chiqadi, chiqmaydi. Men hozir uyga keldim. Bugun juda ham ko'plar so'raydigan savolga javob berishga qaror qildim va bu tirnog'ingizni namuncha tez o'zgartirasiz? Bir kun bunaqa, bir kun unaqa deb ko'p so'rashadi. Shuncha pulingizga ko'pmi deb? Yo'q. Men o'zim tirnog'imni qilaman, hobbi qilib olganman. Bitta tirnoqda uzoq yurishni yoqtirmayman, lekin doim manikyurga borishim Koreyada juda ham qimmat. Plus men o'zimni tirnog'imni qilganimda примерно 2 soatlar ketadi. O'sha 2 soat davomida qanaqadir film ko'rib qilaman. Как будто miyam ancha dam oladi. Bu meni hobbiyim desa ham bo'ladi. O'zi buni boshlayotganimda hobbi qilaman deb boshlamagandim. Pulimni tejayman deb boshlagandim, lekin meni hobbiyim bo'lib qoldi va shuncha narsa olib tashladim. Bu hozir faqat kerakli narsalarni oldim. Menda hozir mana shuncha narsa bor. Ichi to'la narsalar. Bunaqa yopishtiradiganlar ham bor. Ham kerak bizga hozir. Har xil shunaqa, har xil laklar bor. O'sha tirnog'ini hozir bizga bu kerak bo'lmaydi, lekin masalan tirnog'imda hozir rang bo'lganida buni olib tashlash uchun aseton qo'yib, bundan qilib qo'yib qo'yadigan narsalar olgan. Buncha ko'p ishlatmayman, lekin baribir ishlataman. Ну как бы bir xil ishlataman. Ko'pincha ishlatadigan narsalarim bu drel, конечно же, lampa. Bu lampa o'sha qotiradi. Mana bunaqa bunaqa kistочкаlar. Bu kistочкаlarni men Temudan olganman adashmasam. Bular просто har xilcha masalan bittasi to'g'irlayotganda, bittasi shade berayotganda, bittasi qanaqadir risonik chizmoqchi bo'lganda olganman, lekin ko'p ishlatmayapman. O'shaning uchun bugun birato'lasi men sizlarga tirnog'imni qanaqa qilishini ham ko'rsatmoqchiman. Tirnog'imni qilib, ozgina gaplashib, men sizlarga ko'rsataman. Cho'ta menga labim yoqmayapti. Labimga hech narsa surmaganim, как будто hech narsa yo'q deb bo'ldi. O'shaning uchun labimga narsa surib kelaman. Oxirgi payt mana shu nimamni juda ham ko'p ishlatyapman. Juda ham o'zi turishi ham juda ham chiroyli, tovlanadi prям. Особенно quyoshlarda kunduzi olsanglar shunaqa chiroyli tovlanadi. Men oxirgi paytda shuni ishlatyapman, потому что labimni qaranglar, qanaqa naturalniy qilib, chiroyli qilib qo'yadi. Magazinimda bor, если что. Kutikulalarimizni ozgina to'g'irlash uchun kutikula mana shunaqa oil ishlataman men. Men professional emasman. Просто o'zimga yetarli darajada deydi-ku. Bunaqa nima ishlatamiz? Men yana bir marta artib o'raman. Shunaqa qayishcha bo'ladi. Kutikulalarni mana shu bilan tozalanadi. Lekin bundan oldin men buni ishlataman. Bu ham bojechka deyiladi, chiqilma shunaqa. Bu bilan birinchi men bunaqa kutikulalarni bunaqa qilib ichiga kirgizib chiqaman. O'zi kirgizayotganimda ham o'zi takoy yumshaydi. Yumshaganidan keyin, потом men bu qaychichasi bilan, qaychi, pichoq, короче, olib tashlayman.
chiqqanlar. Tirnog'im o'zi juda ham kalta, ko'rib turibsizlar. Men ko'pincha tirnoq qo'yishni yoqtirmayman. Hatto mana bu yerda tirnoqlarim bor. Bunaqa qo'yadigan tirnoqlarim bor, lekin uncha yoqtirmayman, chunki tirnoqim juda ham yomon bo'lib ketadi. Slishkim uzun tirnoqni ham uncha yoqtirmayman. Noqulay bo'lishini xohlamayman. Hozir maksimalni kutikulalarni tozalab oldim, lekin men unaqa professional emasman. Kutikulalarni yaxshi tozalay olmayman. Kesib olishdan qo'rqaman, o'shaning uchun prosta tozalaganimcha tozaladim. Bo'ldi. Endi biza beige geldan boshlaymiz. Beige gelni surib chiqamiz. Beige gel juda ham zararlardan bittasi. Buni to'g'ri surish kerak deb menga tirnoq qiladigan o'rtog'im aytgan, lekin men haligacha shuni ham yaxshi qila olmayman. Yomon ham qilaman deb bo'lmaydi, prinsipi. Yaxshi ham emas. Yomon emas lekin. Hozir mana shunaqa qilib tirnoqni qilib bo'lgandan keyin Mamatga 60 sekundga beige gelni qo'yib olamiz. Bu qotganidan keyin rangga o'tamiz. Endi mana shu ikkita qizilni orasida o'ylayapman, to'g'risini aytsam. Bu bo'ladi bunaqa hozir ustidagi qizil emas, bu bo'ladi sal to'qoy warm tonroq. Menimcha hozir yoz bo'lgani uchun mana bunda to'xtalamiz. O'zi вообще men ko'k qilmoqchi edim, lekin почему-то oxiriga kelib nimam o'zgardi. O'ylashim. Shundan endi 3 ta sloy qilaman. To есть bitta sloy qilib 60 sekundga qo'yib, yana bitta sloy qilib 60 sekundga qo'yib, yana bitta sloy qilib, yana 60 sekundga qo'yib, keyin ustidan top gel qilaman va hozir sizlarga rezultatini ko'rsataman qabulib. Va mana rezultat. Qarang, yaxshi chiqdimi? Конечно, bittasi takoy yaxshiroq chiqdi. Bunisi sal yaxshiroq chiqdi, lekin ikkinchisi sal kirroq chiqdi, buni ko'rsatmayman. Chunki bu ikkinchi qo'lim bo'ldi, уже sabr kosam to'lgani uchun takoy tez qildim. Anchadan beri qizil qilmayotgandim. To'g'risini aytsam, menga juda ham yoqdi. Qizil, bordoviy rang menga juda ham to'g'ri keladigan rang deb o'ylayman. Takoy xarakterimga, hamma narsamga, budda vibe'imga, skin tonimga bilmadim. Hammasiga ish qilib, hammasiga to'g'ri keladi deb o'ylayman. Tirnoqimni qilguncha editlar ko'rib o'tirdim-da, yangi drama chiqdi Netflixda, ko'rgan bo'lsanglar kerak balki. Sticky Love degan, bu juda ham populyarniy bo'ldi. Men eng yaxshi ko'rgan aktyorim o'ynagan Hein. Men u aktyorni juda ham yaxshi ko'raman. Почти hamma dramalarini, короче, hammasini ko'rganman. Umsachini ham ko'rganman, короче, hammasini ko'rganman. Umsachini 5-6 marta qaytarib ko'rganman даже. Hozir shuni ko'rdim, где-то bir nechta seriyasini ko'rdim. Esimda nechinchi 6-seriyagachami. To'g'risini aytsam, menga не зашло. Unchalik menga yoqmadi. To'g'risini aytsam, menga ko'proq yoqmagan. Menimcha aktrisa unchalik yoqmadi. Unchalik meni главная героинani unchalik chiqazib bera olmagandek, как будто ozgina fake bo'lib qolgandek, bilmadim nimasi yoqmadi. Unchalik to'g'ri kelmagandek, как будто roliga. O'shaning uchun как будто, не знаю, tugata olmadim. Главный герой bilan главная героиня ham bir-biriga unchalik mos-mosdek, как будто romantikani, ximiyani his qila olmadim bulardan. Shunga qaramasdan ozgina shans beraman deb ko'rdim, lekin to'g'risini aytsam 6-seriyagacha ham agar boshqa aktyor bo'lganda menimcha bo'lim takoy men yaxshi uncha yoqtirib ko'radigan aktyor bo'lmaganida men ko'rmasdim ham. Lekin Hein uchun где-то 6-seriyagacha qilib shunaqa ko'rdim. И уже nima deydi? Shilmang ozgina разочарование bo'ldi. И даже он meni ushlab qola olmadi. Balki ozginadan keyin qaytib qolgan seriyalarni ko'rarman-u. Lekin chestni отзывы menga unchalik yoqmadi. Ayniqsa Umsachindan keyin ularning kimiyasi qanaqa zo'r edi. Вот, hozir lekin editlarini ko'rganimda, editlarni shunaqa zo'r qilishgan, Heinga shunaqa mafiya bo'lish, takoy yomon bola bo'lish shunaqa yarashgan. Shunaqa qilib bu vlogim shetda tugaydi va ertaga уже yangi vlog olishni boshlayman va u dieta vlog bo'ladi. Dieta vlogini juda ham ko'plar oling deb so'rashgan. O'zim ham anchadan beri olgim kelib yurganda, как раз o'zi yaqinda zo'r semirib oldim. O'shaning uchun birga dieta vlog olamiz. Bugun esa vlogimni shetda to'xtataman, ya'ni tugataman, chunki ertaga yangi vlog olishim kerak. Shu bilan tamom. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.